Ba'zida hattoki motivatsiyasi eng baland odamlar ham YouTube'ni tark etishadi va ko'p hollarda buning asosiy sababi oddiy bir dastur, ya'ni YouTube Studio bo'ladi. Ha do'stlar, to'g'ri eshitdingiz. O'sha biz kanalimiz statistikasini har soatda yoki undan ham tez tekshiradigan dastur. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz? Balki motivatsiyamizni yo'qolishiga olib keladigan asosiy sababchi shudir. Bugungi videoda men har bir yosh YouTuber bilishi kerak bo'lgan haqiqatni aytaman va ushbu videodagi voqealar mening shaxsiy tajribam va 100% haqiqat hisoblanadi. Men sizga kafolat beraman, agar ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizni YouTube'ni tark etish haqidagi xayollar butun umrga tark etadi. Agarda tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Murodbek ismli 24 yoshli yigit o'z YouTube kanalini kompyuteri bo'lmasa ham oddiy Android telefon bilan boshladi. Chunki unda orzular katta edi. Uning ilk 3 ta videosi 200-300 ta atrofida prosmotr yig'di va shu videolardan biri 1000 ta prosmotrga chiqib ketdi. Va Murodbek bo'ldi, mening ketmonim uchdi deb o'yladi va shu kundan boshlab YouTube Studio uning eng yaqin do'stiga aylandi. Har soatda u kanalning statistikasini tekshirar, oxirgi qo'ygan videosini prosmotrini kuzatar hamda har bir kommentariyaga u javob berib chiqardi. Lekin bir necha kundan keyin u kanaliga 4-videoni yukladi va u atiga 150 ta prosmotr oldi. YouTube Studioda esa kulrang strelkalar chiqib turardi va Murodbekda YouTube balki men uchun emasdir degan xayollar paydo bo'ldi. Xuddi shunday voqea faqat Murodbekda emas, minglab yangi YouTuberlar bilan yuz beradi va ularning qulashi aslida YouTube Studioni deb emas, balki juda ham ko'p o'ylanganidan kelib chiqadi. YouTube Studio bu Instagramga o'xshaydi. Chunki Instagramda odamlar like-ni deb aqldan ozishadi. Biz esa bu yerda yashil strelkalar ortidan quvamiz. Lekin biz bir narsani unutyapmiz. YouTube Studio bu shunchaki natijalarni ko'rsatkichi, muvaffaqiyat ko'rsatkichi emas. U bizga faqat nimalar bo'layotganini ko'rsatadi. Biz esa unda kelajakni ko'rgandek hisobga olamiz. Qaysidir videomiz bir safar o'xshamasa, tamom. Biz motivatsiyamizni yo'qotamiz va video olishni to'xtatamiz. Grafikka qarab o'zimizga baho beramiz va aynan shunda miyamizda zaharlanish boshlanadi. Aslida YouTube Studio bu ma'lumotlar bazasi, lekin siz unga o'rganib qolsangiz, u sizning kayfiyatingizni boshqaradi. Siz o'z qiymatingizni CTR va prosmotrlarga qarab o'lchay boshlaysiz. Kechagi video yaxshi prosmotr olgan bo'lsa, o'zingizni yaxshi his qilasiz. Bugungi video yemasa, motivatsiyangiz yana tushadi. Aynan shu sabab ko'plab yosh YouTuberlar taslim bo'ladi. Lekin aslida ularning kontenti yaxshi edi. Muammo esa prosmotrlarda emas, ularning tasavvurida edi. Demak, birinchi muammo ortiqcha tekshirishning kayfiyatga ta'siri. Avvaliga men ham kuniga 20-30 martalab YouTube Studioga kirardim. Ovqatlanib tekshirardim, uxlashdan oldin kuzatardim. Men xayolimda foydali ish bilan shug'ullanayotgan edim. Lekin aslida shunchaki unga bog'lanib qolgandim. Prosmotrlar oshda xursand bo'lardim. Tushganida esa siqilardim. Ayniqsa kimdir menga yomon kommentariya qoldirsa, men o'zimni yomon ko'rib qolardim. O'zingiz o'ylab ko'ring, birgina dastur sizni kun bo'yi boshqarsa, bu normal holatmi? Demak, birinchi yechim YouTube Studiodan dieta. Bu juda ham oson. O'zingiz uchun dieta o'rnating. YouTube Studioni kuniga faqat 2 marta, ertalab va kechqurun ochasiz. Video yuklaganingizdan keyin har 5 daqiqada analitikani yangilamang. Grafikani analiz qiling, lekin o'zingizni emotsiyangizni emas. Qachonki YouTube Studioga shunchaki instrument sifatida qarashni boshlasangiz, sizning kontentingiz kuchayadi va boshingiz yengil bo'ladi. Meni o'zim shundan keyin ko'proq video tayyorlashni va kamroq o'ylashni boshladim. Ikkinchi muammo solishtirish sindromi. Yana bir xavfli tuzoq bu o'zingizni solishtirish. Siz YouTube Studioga kirasiz, o'z prosmotrlaringizni tekshirasiz va boshqa bir blogerni YouTube kanaliga kirasiz va unda 100 minglab prosmotr borligini, o'zingizda esa atigi 300 ta ekanini ko'rasiz. Lekin siz uni bosib o'tgan yo'lini ko'rmaysiz. Balki u 3 yildan beri video qilayotgandir. Balki uning avval boshqa kanallari bo'lgandir. Lekin siz birgina videoga qarab o'zingizga past baho berasiz. Shu yerda esa sizning ijodingiz yakun topadi. Demak, ikkinchi yechim qiling, lekin taqqoslamang. Doimiy ravishda video qiladiganlar, hatto har bir videolari virus bo'lmasa ham tezroq o'sishadi. Siz esa vaqtingizni sahifani yangilash bilan o'tkazasiz. Prosmotrlar kam bo'lsa, o'zingizga shubha qilasiz. Natijada sizning YouTube'dagi yo'lingiz to'xtaydi. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi?
Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Yechim bu: taqqoslashni kuzatuvga aylantiring. Boshqa blogerlar nimani sizdan yaxshiroq bajaryapti, o'shani o'rganing, lekin o'zingizni omadsizdek his qilmang. Har bir blogerni o'z yo'li bor. Agar taslim bo'lmasangiz, bir kun sizning ham vaqtingiz keladi. Sizni ham tushunaman. YouTube'ga katta orzular bilan kirib kelgansiz. Kanalingiz rivojlanishi uchun ko'p harakat qilgansiz, lekin baribir prosmotrlaringiz kam. YouTube Studioning vazifasi raqamlarni ko'rsatish, sizning vazifangiz esa videolariga qiymat qo'shish. Har kim o'z rolini tushunsa, o'yin osonlashadi. Demak, rejamiz shunday. Bugundan yangi odat boshlang. Har bir video tayyor bo'lgach, keyingi videoga harakatni boshlang. 100 ta, 200 ta prosmotr bo'lsa ham, keyingi videoni kechiktirmang. E'tiborni sifatli kontent tayyorlashga qarating. Prosmotrlar o'zi keladi. YouTube'da muvaffaqiyat odamlarga ta'sir o'tkazganingizda keladi. Prosmotr ortidan quvganingizda emas. Bilaman do'stlar, YouTube bu qiyin yo'l, ba'zan barcha harakatingiz bekorga ketayotganga o'xshaydi. Lekin siz o'zingizga bo'lgan ishonchingizni yo'qotmasangiz, YouTube'da uzoq vaqt qolasiz. Uzoq vaqt qolganlar esa doim g'olibga aylanadi. Endi esa ushbu videoni kommentariyasiga tushing va men e'tiborimni tekshirishga emas, kontent yaratishga qarataman deb yozing. Men esa sizning YouTube kanalingizni bir oy davomida kuzataman.